Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Hozir yana bitta bemorimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l shahardan kelganlar. Bemorimiz 100 kilo, og'irliklari indeks massa tevasi bo'ladi 48, bo'ylari sal pastroq, semizlikdan qiynalib yurganligi uchun bizga murojaat qilib keldilar. Bular o'zlari mustaqil harakat qilib ko'rgan, sport va dieta qilgan, qimmat dorilarni ham olib ichgan, mana ozdiradigan dorilarni. Ularda baribir effekt bo'lmagan. Shuning uchun murojaat qilib keldilar. Mana hozir sizning projekt amaliyotini boshlaymiz. Ko'rishga davom eting, rahmat. Sizlar mana hozir operatsiyamiz oxirgi bosqichini ko'rsatmoqchimiz. Bemorimizda mana ingichka trubka shaklida oshqozonlari qoldi. Hop, mana katta oshqozonlarni oldik. Mana shu yog'larning orasida turuvdi oshqozoni. Mana ingichka trubka shaklida qoldi. 30% qismini tashkil qiladi. Bemorimizda mana jigarlari juda katta, gepatoz belgilari bor, ikkinchi daraja. Hozir drenaj trubka qo'yamizda operatsiyamizni tugallaymiz. Rahmat.